Mana bu karnizimiz bilan mana bu karnizlarimizning farqi. Bularni patolochnik qo'ysa bo'ladi, sinovoy qilib qo'ysa ham bo'ladi. Buni patolochnik qilganida mana shu quloqlari evaziga patologda sal zazur bo'lib qoladi. Lekin qo'yib bergan joylarimiz ham bor. Klientlarimiz xursand, довольный bo'lib qolgan. Bu karnizimizning krepleniyasi ham o'shalarga o'xshagan bu. Mana shu noshkada bo'ladi. Bular deyarli hammasiniki bir-biriga o'xshash. Shu ko'rinishda devorda qotadi. Bularni ikki qatorligi bormi deyshadi. Bor. Bularni ham ikki qatorli bor. Mana ikki qatorli ham boshqa rangini ko'rsatamiz. Shu rolikda bo'ladi. Orqa qatoriniki quloqsiz mana bunaqa zaglushkada bo'ladi. Zaglushkasi chiroyli. Karnizimizning dizayni ham juda chiroyli, ranglari ham chiroyli. Именно shu karnizimizning rangiga ishqoz bo'lib qolib olganlar ham bor. Shu ko'rinishda qotiriladi oyog'i. Yana bir nimani yetib ketishga qaror qildim. Bu o'zimizni shu o'rnatib yurganimizda qotirgan o'pitlarimiz deydimi, shularga bog'liq. Buni devorga qotirgandan keyin noshkasini mana misol uchun devorga qotirilgandan keyin noshkasi birinchi bo'lib orqadan tiqib olish kerak, orqa qatoriga. Chunki orqa qatori tikmasdan oldingi tiqib qo'yishyapti klientlar. Tiqib qo'yganda sal bundoq bo'lib qolib qotib qolsa, sal bundoq qiyshayibroq qotib qolsa, orqasiga kirish qiyin bo'ladi. Qiynaladi. O'shanga o'zimizni tezkak tavsiya qilamiz. Orqasini qotirib olib, mana shu ovoz eshitgandan keyin orqasidagi mana bu fiksatsiyasiga bir e'tibor berib qo'yish kerak. Mashinasi oxirigacha qaytgan bo'lsa, ushadi degan gaplar qoladi. Bu orqa qatori qotirib olib, keyin oldini qotirsa, ancha oson bo'ladi. Ishimiz qiynalmaydi odamlar xudo xolasa. Yechishda ham xuddi shu. Mana devorda turib. Buni sal orqaga qaytaramiz, buni tuban sal suramiz, bo'ldi. Mana. Kirizayotganda bu yoqqa qarab harakat qilsak, yechayotganda orqasidagi shu fiksatsiyasini yechib turib, bu yoqqa qarab yechib olamiz. Bular tushunarli degan umiddamiz. Yana mana bu karnizlarimiz ham juda chiroyli, menga yoqadi. Dizayn bo'yicha ham, o'zi turishi bo'yicha ham, klientlar uyida turganda ham juda chiroyli turadi. Xudo xolasa endi jamlaqa o'pitni emasmiz, videoroliklarimizni montaj qilib, qo'yilgan joylarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Ya bo'lmasa rasmini tashlab qo'yamiz. Bu karniz ham xuddi shunaqa. Bu mana shu to'rtburchak ko'rinishda bo'ladi. Bunga hozir mana bunaqa ipli rolik qilib qo'yganmiz, amerikankaga tayyorlab. O'zi mana bunaqa oddiy rolikda bo'ladi. Bu bilan buni nima farqi bor deysiz? Birinchidan, bu sal ingichkaroq, yuqaroq, kichikroq, nozikroq. Bu baquvvatroq. Buni fishka tarafi, buni ham boya ko'rsatib o'tgan karnizlarimga o'xshab ichida beshshumni beradigan plastmassa, o'sha akril sifat plastmassasi bor. Plastmassa bu plastmassa emas, u narsa nimaga men akril deyotganimni tushuntirib borishga harakat qilaman. Plastmassa qishda sovuq ko'rib, yozda issiq ko'rib sinib ketish ehtimoli ko'p bo'ladi. Bu rezina sifat bo'lib, o'zini o'zi ushlab turadi. Yillar davomida xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Bunaqa plastmassaga o'xshab chirib, sinib ketmaydi. Shu maqsadda aytibman akril sifatida. Sostavini точныйini bilmaymiz. O'shanga lekin karniz juda yaxshi karniz.
Menga yoqadi. Mijozlarga ham yoqyapti. Mana bunda ham xuddi shunaqa qo'llaniladi. Karnizimizni xili ko'p. Uni video davomida qo'yib borishga harakat qilamiz, tushuntirib borishga harakat qilamiz. Xo'sh, buni krepyoji mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'pchilik aytadi klientlarimiz. Bu bilan bu krepyojning farqi bor. To'g'ri, bitta ko'rinishda farqi yo'q. Lekin bu karnizimizga mana bu ariqchasi bor. Bu oldidan ushlab turib keyin fiksatsiya bo'lyapti. Mana. Bu karnizimiz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ko'rinyapti degan umiddaman mana. Buniki oldidan ushlayapti tishi. Mana tishi oldidan ushlaydi. Bizgina farqi bor-da. Klientlarimiz ya meniki anaqa edi, bunaqa edi karnizim deb qo'yganda shunda aka yoki opa krepyoji qanaqa edi bu karnizingizni deganda o'sha krepyojdan ikki xili bor. Oldidan tishi bilan bunday ushlaydigani bor, bunaqa ushlaydigani bor. Qulaylikka qaysi biri zo'r, qaysi biri qulay desangiz, xuddi boyiga anaqaga o'xshagan savolingizga javob. Bu ichida plastmassasi yo'q, ovozi bilan roligi bilan yuradi. Bu ichida plastmassasi bor. Materialning o'zi sifatida ham farqi bor. Ikkalasi klientlarimizni, mijozlarimizni fokusiga qarab, interyeriga qarab kelib chiqargan joyi. Buni ham patolochnik qilsa bo'ladi, ham devorga qotirsa bo'ladi. Qotirilganda